Gabriel Boric, Chili davlatining prezidenti. Hozirda ular BMTda o'z nutqlarini ispan tilida boshladilar. Aslida men ispan tilini yaxshi tushunaman, chunki turmush o'rtog'im ispaniyalik va shuning uchun ham ayniqsa ispan tilida janjal qilishni juda yaxshi ko'raman. Lekin men atrofimda o'tirgan 140 dan ortiq bo'lgan davlat rahbarlaridan birortasi ispan tilini tushunmasa, buni muammosi yo'q, chunki BMTda mana shunday naushniklar bor, ularni shuni taxib olasiz va super professional tarjimonlar barcha ma'ruzalarni rus tili, xitoy tili, ingliz tili, fransuz tili, arab tiliga bemalol tarjima qilib berishadi. Albatta bu yerda professional tarjimonlar ishlaydi. Lekin tarixdan ma'lumki, aynan rus tili bilan jiddiy muammolar bo'lgan. Voqea esa shunda bo'lgan. 1960-yilda Sovet Ittifoqining rahbari Nikita Sергeyevich Xrushchev shu yerga BMTga kelgan va o'z ma'ruzasida bu yerda o'tirgan 100 dan ortiq bo'lgan davlat rahbarlariga qarab shunday degan: "Мы вас похороним." To'g'ridan-to'g'ri tarjimasi agar o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarni ko'mib qo'yamiz. Tarjimonlar ham to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib qo'yishgan. "We will bury you." Aslida bu juda noto'g'ri, chunki so'zma-so'z bunaqa fikrlarni tarjima qilib bo'lmaydi. Agarda tarjimonlar e'tiborliroq bo'lishganda, ular bilishardi. Xrushchev aslida aytmoqchi bo'lgan fikr, u esa shunday demoqchi bo'lgan: bizning sotsialistik sistemamiz hali tirik qoladi, sizning kapitalistik sistemangiz esa yo'q bo'lib ketadi. Va agarda tarjimonlar shu fikrda tushunishganda, ular bu gapni "we will bury you" deb tarjima qilishmasdi, ular bu gapni quyidagicha tarjima qilishardi: "We will see how your system pass away." Bundan tashqari Xrushchev aynan mana shu ma'ruzasida "Мы вам покажем Кузькину мать" degan, qandaydir bir kuzani onasini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Aslida Xrushchev termoyadar bombasi haqida gapirmoqchi bo'lgan. Lekin tarjimonlar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilishgan va bu yerdagi prezidentlar tushunmagan, qaysi kuzani onasini ular tomosha qilishlari kerak. Agarda e'tiborliroq tarjima bo'lganda, albatta boshqacharoq gap bo'lgan bo'lardi va tarjimonlar quyidagi gapni gapirish kerak edi: "We will teach you a lesson which you ever never forget." Afsuski bunaqa narsa bo'lmagan va o'sha paytda juda jiddiy xalqaro janjal bo'lgan. Umid qilaman sizlarga bugungi videom yoqdi, aynan tarjimonlik masalasida. Va agar yoqqan bo'lsa, bitta like-lardan o'rgilib ketsin, faqatgina dislike bilan adashilmagan holda bu videoni to'g'ri versiyasini shu kunlarda Mr. Otabek TV kanalida ko'ramiz. Mr. Otabek TV kanalida va Birlashgan Millatlar Tashkilotida ko'rishganda ko'rishguncha.